Aslen olish uchun nima qilardik? Bir eslaylikcha olinishi bo'yicha. Ha. Kalsiy karbidga suv qo'shilishi natijasida asetil bilan kalsiy gidroksid hosil bo'ladi. To'g'ri, yana aslen gaz sifatida chiqadi, to'g'rimi? Kalsiy karbidni gidrolizlaymiz. Plus suv bilan reaksiya kirishadigan bo'lsa, bunda eritmada kalsiy gidroksid plus gaz sifatida aslen hosil bo'ladi. S2H2 holatda hosil bo'ladi. Reaksiya o'zi teng, suvni yoniga 2 qo'yib olsam, reaksiya o'zi teng ekan. Masalan, sharti bo'yicha. Endi bolalar, masalada aytilayotgan narsa nima? 5-6 litr aslen olish uchun qancha gram kalsiy karbid ishlatiladi deyiladi masala sharti bo'yicha. Demak, kalsiy karbidning massasi 40 ga 24 qo'shsanglar 64 gram. 64 gramdan 1 mol gaz, ya'ni normal sharoitda 22,4 litrda egallaydigan aslen gazi hosil qilyapti. Masala sharti bo'yicha 5-6 litr aslen hosil bo'lganda dastlabki kalsiy karbid necha gram bo'lgan deb topamiz. Demak, 5-6 bilan 22,4 qisqaraveradi. Ya'ni 0,25 taqsim 1 ga yoki 1 taqsim 4 deymiz. Demak, 64 ni 0,25 ga ko'paytirganimiz 64 ni 4 ga bo'lganimizga teng. Necha kelib chiqadi? 16. Demak, javobimiz B javobga to'g'ri kelar ekan. Keyingi savol, 16-savol. Agar reaksiyada har bir bosqichi unum 80% dan bo'lsa, 44,8 gram kuydirilgan ohakdan necha litr aslen olinadi deyiladi. Bolalar, kuydirilgan ohak formulasi qanaqa edi? Kalsiy to'g'ri. Qanday kalsiy karbid olishimiz mumkin, singlim? Kuydirilgan ohakdan. uglerod qo'shib, ko'mir qo'shib. To'g'ri. 16-savolni ishlaymiz. Xo'p, bolalar, kalsiy oksid kuydirilgan ohak plus bunga uglerod beradigan bo'lsak, hosil qiladi kalsiy karbid plus mana hosil qiladi is gazni hosil qiladi. Is gaz. Reaksiyani tenglash uchun uglerodni 2 qo'ysam reaksiya teng. Xo'p. Mayli. Xo'p, 3 qo'yamiz. 3 qo'yamiz ekan, 3 ta uglerod bo'lgani uchun 3 qo'yamiz ekan. Mayli, is gazi ham bor. Is gazda uglerod ham bor. Kislorodlar o'zi teng. Demak, bolalar, har bir bosqichda unum 80%. Keyin kalsiy karbidni yana suv ta'sir ettirib nimani olamiz? Aslenni hosil qilishimiz kerak. Chunki necha litr aslen hosil bo'ladi deyiladi. Demak, kalsiy karbidni suv ta'sir ettiradigan bo'lsa, bunda aytib o'tganimiz 15-savolda kalsiy gidroksid plus aslen hosil qiladi, to'g'rimi? Demak, 64 gramidan 22,4 litr normal sharoitda gaz hosil qilyapti. Birinchi dastlab kuydirilgan ohakni massasidan aslenga o'tib olamiz 80% unum bilan. Demak, 44,8 imiz 100% bo'ladigan bo'lsa, bolalar, 80% imiz necha gram bo'ladi? 35,84. Necha? 35,84. 35,84 bu kuydirilgan ohak. 40 ga 16 ni qo'shadigan bo'lsa 56 gram, 56 gramdan 1 mol hosil bo'lsa, 35,84 gramidan necha mol kalsiy karbid hosil bo'lgan deb ishlaysizlar. Qani? Kimda necha chiqdi? 35,84 1 ga ko'paytirib 56 ga bo'lasizlar. 0,54. Necha? 0,54. Yo'q, 35,84 56 ga bo'lsangiz 0,54. 0,64. 0,64. Bolalar, ikkinchi reaksiya unumi ham 80% ekan. Demak, 0,64 imiz 100% deb olsanglar miqdorda 80% unum bilan necha mol bo'ladi deb topasizlar. 0,64 ni 0,8 ga ko'paytirib qo'ysanglar ham bo'laveradi. 0,64 ni 0,8 ga ko'paytiringlar-da. 0,512. 0,512 mol to'g'ri. Ikkini 22 ga ko'paytirib qo'yasizlar bolalar. Javobimiz chiqadi.
Necha kelib chiqdi? 11,5. To'ppa to'g'ri 11,5 litr. Javobimiz qaysi? A javob ekan. Keyingisi bolalar 17. Tarkibida 20% qo'shimchasi bo'lgan modda 100 gram kalsiy karbid va suv ta'sir ettirilsa necha gram nima hosil bo'pti? Asilin hosil bo'pti. Yana shu reaksiya bolalar, savol takrorlanyapti, faqat sharti boshqacha xolos. Endi qaranglar bolalar. 100% dan oladigan bo'lsa eritmani 20% qo'shimcha ekan. 100 dan umumiy foizdan 20% da ayiradigan bo'lsa, qolgani 80 grammi sof kalsiy karbidga to'g'ri keladi. Bizda 100 gram kalsiy karbid deyilyapti. Demak, kalsiy karbid suvda eriydi. Karbid suvda eriganda kalsiy gidroksid plus asilini hosil qiladi. 2 qo'ysa rasamizda. Qaranglar bolalar. 20% qo'shimcha bo'lgan 100 gramdan. Endi mana shuni umumiy 80 gram deb oladigan bo'lsa, chunki to'liq 100 gram. 100 gramda misol uchun 20% ni topadigan bo'lsalar, ya'ni 20 gram bo'ladi. 100 dan 20 gramda ayirsalar, ya'ni 80 gram kalsiy karbid qolaveradi. Endi 64 gramidan normal 22,4 litr asilin gazni hosil qilsa, 80 gramidan qancha asilin hosil bo'ladi deb topsanglar, biz dajal chiqqan gaz hajmi kelib chiqadi. 28 28 litr bo'lar ekan, javobimiz mana da javobga to'g'ri kelar ekan.